bitta oilada bachadon bo'yin saratoni ayol kishida kuzatilsa, ham ma'naviy, ham mablag' tomonidan, ham ruhiyat tomonidan qay darajada qimmatga tushishini tasavvur qilib bilasizmi? Bachadon bo'yin saratoni skriningi bu nima? Bu nima? Albatta bu savolga bugun biz javob izlaymiz. Buning uchun oldin skrining masalasi nima ekanligini bilishimiz kerak. Skrining degani bu barcha aholi ichida qandaydir muammoli kasallik bo'lsa, o'shani saralash natijasida aynan yuqori xavfga ega bo'lgan aholining qatlamini aniqlab olish. Mana shu narsada skrining deb aytiladi. Ana endi bachadon bo'yning saratoni. Albatta biz bilamizki, bu o'ta xavfli o'sma hisoblanadi. Buni eng yomon achinarli qismi u indamasdan kech aniqlanadigan xususiyatlar bordir. Hozirgi kunda 2050-yilga qarab yiliga 1 million aholi aynan shu muammodan nobud bo'lishi oldindan aytilib turibdi. Bu nima degani? Bu 1 million aholining oilasi bitta ayolda shu muammo hosil bo'ladi degani. 1 million oila degani bu juda ham fojia. Siz faraz qilingki, oilada bitta ayolning kasalmand bo'lishi nimaga olib keladi? Uning oldindan o'zi uchun saraton degan tashxisni eshitishini o'zi o'ta ma'nan va ruhiyan cho'ktirishga olib keladi va ruhan cho'kkan ayolning oilaga qarash munosabati ham o'zgaradi. Farzandlariga beradigan mehrda o'zgarishlar bo'ladi va albatta bu oilani umuman psixologik jihatdan juda ham katta muammolarga duch kelishi ma'lum bo'ladi. Bilamizki, aynan shu tashxisni achinarli qismi ayollarda hech qanaqa belgisiz paydo bo'lganligi uchun birdaniga ayol kishi kech asoratli belgilarni namoyon bo'lgandan keyin shifokorga murojaat qiladi. Shifokor uni ko'rgandan keyin bachadon bo'yin saratoni tashxisining 3 va 4 darajasini qo'yadi. 3-4 daraja degani bu tarqalib barcha bachadon bo'yining atrofidagi a'zolarga tarqalib va tezda butun organizmni zaharlashga o'tib ketadigan qismi hisoblanadi. Achinarli qismi shundaki, davolash natijasida faqatgina 60% 5 yillik yashash muddatiga uzaytirilishi mumkin. Qolgan holatlarda bu ayollarimiz nobud bo'ladi. Bu albatta achinarli holatdir. 85% kasallanish ko'pincha rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2017-yilda aynan shu tashxisdan 853 ayol nobud bo'lgan. Achinarli qismi 2019-yilda esa 994 ta ayol nobud bo'lgan va hozirgi kungacha bu tendensiya o'sib kelmoqda. Bu albatta achinarli holatdir. Beradigan asosiy savollarim sizga ayollarim. Bu narsani qanday qilib biz to'xtatamiz? Va hozirgi kunda bu narsani oldini olib bo'ladimi? Albatta. Eng achinarli qismi, yana bir marta takroran sizlarga aytaman, aynan profilaktik shifokorga murojaat qilgan paytda bu tashxis 2, 3 va 4 bosqichlarda aniqlanadi va 5 yillik yashash muddati faqat 50% ayollarda kuzatiladi. Bu albatta ayollar uchun achinarli holat. Buni qanday qilib oldini olamiz? Hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan 402-prezident qarori qabul qilingan. Bu qarorda nima deyilgan? Ya'ni ayollardagi bachadon bo'yin saratonining skriningini olib borish, davolash ishlarini yanada takomillashtiramiz va ishlarni yanada kuchaytiramiz, nazoratni kuchaytiramiz deb aytilgan. Buning uchun vaholanki aynan 25-yildan bizning butun respublikamizda katta ishlar olib borib boshlandi. Nima bo'ldi buning uchun? Buning uchun albatta skrining ishlari kuchaytirildi. Vaholanki dunyo miqyosida aynan shu tashxisdan, bachadon bo'yi saratoni tashxisidan
yaxshilab o'rganilganda, statistik ma'lumotlar ko'tarilganda, Finlandiya, Shveysariya va Islandiya shu muammoni 50% ga kamaytirganligi ma'lum bo'ldi. Savol qanday qilib? Javob shundayki, har bir ayol 100% aynan shu profilaktik muolajalardan, skriningga tegishli bo'lgan muolajalardan 100% o'tkazilgan. Biz ham mamlakatimizda, ayni o'zimizni xalqimiz ayollari sog'lik salomatligi uchun bugundan boshlab birinchilardan o'zimiz qadam qo'yishimiz kerak. Buning uchun sizlar ayollar skriningga jalb qilingan aholini vaqtida kelishingiz kerak. Birdaniga sizlarga kattagina talab. Aynan sog'liklaringiz bugungi kunda o'zingiz uchun, yashayotgan oilangiz uchun va farzandlaringiz uchun, undan tashqari qolaversa, ota-onangiz uchun va suyukli yoringiz uchun juda ham kerakdir. Ana endi keling ko'rib chiqaylikchi. 1996-yilda 9-iyulda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini bir katta ma'lumot e'lon qilgan. Aytganki, bachadon bo'yin saratonini keltirib chiqaruvchi asosiy qo'zg'atuvchini biz topdik degan. Bu qo'zg'atuvchi nima va kim ekanligini hammamizga ma'lumki, odam papilloma virusi aniqlangan va aynan shu odam papilloma virusini topgan olimga Nobel mukofoti berilgan. Ozgincha praktika jihatdan sizlarga ko'rsataman. Mana biz ayollarning, bachadonlarning umuman bachadon bu ortiqlari va bachadon bo'yni. Bachadon bo'yni bu darvoza qismi deb hisoblanadi. Ya'ni tashqi bilan ichki organlarning a'zosini bog'lovchi qismi. Bachadon bo'yni saratoni qattiq rivojlanadi. Mana e'tibor qilib qaranglar. Bachadon bo'yni o'zini qismida bu yomon qismi tez tarqaluvchan qismi bor. Ana endi odam papilloma virusi nima sababdan aynan bachadon bo'yniga yopishni ozgina teorik ko'rib chiqamiz. Vaholanki bilamizki, ayol kishida tashqi muhitdan asrovchi qin qismi bor ayol kishilarda. Ana qin qismining ichini o'rganib chiqsangiz, uni muhiti bor. Kislotali muhit hisoblanadi. Bachadon bo'yni ichi esa ishqoriy muhit hisoblanadi. Ya'ni ikkita muhitda har xil o'ziga xos bakteriyalar, hujayralar o'z faoliyatini ko'rsatadi. Bu nima uchun zarur? Birinchilardan o'shadagi muhit qavatli, ya'ni epiteliy qavatlarimiz bor, ya'ni teri qavati, u ham ichki shilliq qavati bor. O'sha shilliq qavatni har xil viruslardan, bakteriyalardan asrab turadi. Bakteriyadan asrab turishadi kislotali muhit hisoblanadi. Bilamizki, kislota ishlatsak, tezdagina hamma narsani nobud qiladi. Shuning uchun, ammo lekin siz ichkariga ishqoriy muhitni o'rganib chiqsangiz, buddagi boshqacha sabab, bu yoqdagi muhit bolani rivojlanishi uchun kerakli muhit bo'lishi kerak. Chunki homila aynan kislotali muhitda emas, ko'proq ishqoriy muhitda rivojlanadi. Shuning uchun ham ayol kishining organizmida ikkita har xil muhit bitta a'zoda joylashgan. Ana endi ayol kishi balog'at yoshiga yetgandan keyin bachadon bo'yni gulchaga o'xshagan qilib ochiladi. Ya'ni bachadon bo'yni yetiladi, kattalashadi. Ayol kishi balog'atga yetganligi haqida belgi hosil bo'ladi. Va gulcha ochilgan hisobida ichkaridagi shilliq qavat aynan qatga kislotali muhitga tushadi. Kislotali muhitga tushgandan keyin mana shu yerdagi hujayralar nozik bo'lib qoladi. Chunki ular oldin ichkarida ishqoriy muhitda rivojlandi. Ayol kishi balog'atga yetdi. Balog'atga yetgandan keyin hayz ko'rib boshladi va bachadon bo'yida kattalashdi. Kattalashgandan keyin uni oldi qismi gulchaga o'xshagan qilib ochiladi va ochilish natijasida ichidagi silindrik epiteliy kislotali muhit bilan ishqorlanib boshlaydi va buning natijasida hujayralarda o'zgarish boshlanadi. Qanday o'zgarish? Aynan shu kislotali muhitga moslashish kerak. Shuning uchun ular o'zgarib boshlaydi va aynan tashqi muhitdan keladigan viruslarga ojiz bo'lib qoladi. Ya'ni ular hali tayyor emas, o'zini xavfdan asrab bilmaydi.
Shuning natijasida aynan shu paytda odam papilloma virusi tushsa va shu hujayra ichiga tushsa, shu hujayraning ichida tezda rivojlanadi. Rivojlanish natijasida hujayrani xavfli o'smaga o'zgartiradi va bu xavfli o'smalar esa yon tomondagi o'smalar hujayralarni, sog'lom hujayralarni iste'mol qilib boshlaydi, chunki ularga o'sish kerak, rivojlanish kerak. Ya'ni odam ayol ichida kichkina parazit rivojlanadi. Mana shu parazit o'ziga tezda rivojlanishni o'slaydi va to'qima atroflariga tezda tomir deb aytamiz, tomir tashlab boshlaydi. Eng yomon yeri tezda qon orqali hattoki o'pkaga, barcha organlarga tezda tarqalish qismlari bo'ladi. Mana kichkina virus nimaga olib kelishi mumkinligini ko'rib turibsizlar. Ana endi virus nima ekanligini tushundik. Nima aynan bizlarning skriningimiz aynan shu virus, odam papilloma virusini aniqlashning endi sababini tushungandirsizlar ayollarimiz. Hurmatli ayollarimiz, bachadon bo'yin saratoni skriningi o'tkazish etapi og'riqsiz hisoblanadi va albatta kimlar bunga jalb qilinadi. Hozirgi kunda bachadon bo'yin saratoni skriningi 30, 40 va 50 yoshdagi ayollar taklif qilinadi. Taklif qilingandan keyin ikkita etapda o'tkaziladi. Birinchi etap o'sha oldingida aytgandek, odam papilloma virusini tekshirish uchun o'zini maxsus surtmali qo'lbachalarimiz mavjud va bachadon bo'yniga nozikkina zond orqali, mana ko'rib turibsizlar, zond orqali juda ham nozik, bu og'riqsiz jarayon hisoblanadi. Kresloda ayolga aynan shu bachadon bo'ynidan surtma olinib, shu maxsus qo'lbachalarga joylashtiriladi va buning ichida eng qiziqarli qismi virusning o'zini antigeni qidiriladi. Ya'ni yuqori sifatli laborator tekshiruv o'tkaziladi. Bu polimeraz zanjir reaksiyasi hisoblanadi. Bu degani o'sha qo'yilgan apparatdan keyin aynan ichida odam papilloma virusining bittagina zanjirini bo'lsa ham qidiradi. Shuning uchun ham bu o'ta yuqori sifatli tahlil hisoblanadi. Va bu nima uchun aynan shuni tahlil tanlanganligi sababi keltirib chiqaruvchi qo'zg'atuvchini yuqori sifatli qilib topish kerak. Topilmasdan ayolda ertaga qolib ketsa, u tinch yursa va lekin aynan shu virus o'z jarayon bajarib bachadon bo'yi saratonga olib kelsa, albatta achinarli holat hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda respublikamizda eng yuqori sifatli tekshiruv tahlili yo'lga qo'yilgan. Ana endi tekshirish natijasida musbat chiqishi mumkin va albatta manfiy chiqishi mumkin. Manfiy chiqqanlarda juda ham yaxshi va u 10 yil bemalol hayotini davom ettiradi va albatta 10 yildan keyin qaytadan mana shu tahlilga chaqiriladi. Keyingi etap musbat chiqqanlarda o'sha aytganimizdek suyuqlik sitologiyasi o'tkaziladi. Buning uchun maxsus tekshiruv aynan suyuqlikni ichida sizdagi hujayralar yig'ilib oladi. Bachadon bo'ynidan o'zinga shotkaga, bu nozik bo'lgan bo'lsa, buni uchiga e'tibor etgan bo'lsangizlar, shotka simon yaxshilab hujayralar yig'ilib olinadi va suyuqlikka joylashtiriladi. Mana shu hujayralarning o'zi yuqori texnologiyalik kompyuterlashtirish, raqamlashtirish natijasida ekranda ko'rsatiladi va hujayralardagi ichindagi xavfli tomonda o'zgarish bormi yoki yo'qmi, o'sha narsa ko'rib chiqilinadi. Oson va sizlar uchun zararsiz tekshiruv hisoblanadi va albatta shu narsadan o'tishingiz kerak. Ana endi savol berishingiz mumkin. Nima uchun aynan 30, 40 va 50 yosh? Chunki oldin aytgandek, odam papilloma virusi ayol kishi bachadon bo'yniga tushgandan keyin uni xavfli qismga o'zgartirish uchun juda ham uzoq muddatli vaqt kerak. Aynan shu momentda biz bilamizki, mamlakatimizda ko'proq jinsiy faoliyat 20 yosh atroflaridan keyin boshlanadi
va shuni inobatga olgan holda aynan 30 yosh ayollardan birinchi skrining tekshiruv birinchi qadam boshlanadi. Undan parallel qismida hozirgi kunda 40 yosh, 50 yosh, ya'ni barcha yoshdagi qamrovlar inobatga olinadi. Bu narsaga albatta ayollarimiz o'zlari judayam mas'uliyat bilan qarashini aytamiz. Bu o'zlarining sog'liklari uchun birinchi o'rinda kerakli narsa hisoblanadi va oxir oqibat sizlarga aytmoqchimanki, aynan ayolning sog'ligi butun oilaning baxti bilan bog'liqdir. Oilaning baxti esa bizning mamlakatimizning baxti bilan bog'liqdir. Sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli obunachilar, aynan skrining bo'yicha sizlarda savol bo'lsa, kommentariylarda qoldiringlar. Barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar.